tak. Seni ko'rsam quvonaman tak tak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli vohadoshlar. Bugun biz tak-tak ko'rsatuvini aynan Termiz davlat universitetida olib boramiz. Bu yerda talabalarning kayfiyatini o'rganamiz, ular bilan suhbat o'tkazamiz. Eng asosiysi ularning kayfiyatini ko'taramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bir ikkita savol bor edi, maylum? Kelinglar. Maylummi sizga? Xo'p, Kayfiyatlar qalay? normal. Hayotda eng katta orzungiz nima? Nima edi? O'zingiz orzungiz BMW M5 competition. Faqatmi? Ha, faqat. BMW'si bor boladan soch kesib tegib ketasizmi? Men sherdaman, yerga tegmaganman. Слышь, геолокацию скинь-ка свою. Да, точную геолокацию скинь. Kelaverasizlar, bemalol. Hayotda eng katta orzungiz nima? Orzum ilmiy ishimni davom ettirib, yanada yuqoriroq nima deydi, ilmiy salohiyatga erishish. Bu yerda o'qituvchi bo'lib ishlaysiz. Qaysi fandan? Sog'liqdan. Hozir bolalarning qiziqishi qanday? Darslarga bo'lgan. Bolalar darslarga qiziqishi nima deydi, o'rtacha. Uncha yaxshi ham emas, yomon ham emas deb bo'ladi. Buni yaxshi qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yaxshi qilish uchun birinchidan bolalar o'ziga bog'liq. O'zi ko'proq qiziqish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan shu paytda? Eng katta olgan sovg'ammi? Kichkina bo'lsa ham, sovg'ani kattasi bo'lmasa, kichkina bo'lsa ham e'tibor bilan nima sovg'a qilgan bo'lsa, o'qituvchiga shuni o'zi katta sovg'a hisoblanadi. Bitta eng zo'ri o'ziga yoqqan. Yo, u katta kichigi bo'lmaydi sovg'a. O'shanda lekin eng kattasi Bo'lsa ham farzandmi, shogirdmi, yo og'aynismi, bir shirin so'z ham o'zi katta sovg'a hisoblanadi. eng yaxshi ko'rgan insoningiz. Eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? Yaxshi ko'rgan insonlarim oila a'zom, yaqinlarim, ustozlarim, do'st birodarlarim. Yaxshi ko'rib uylanganmiz? Albatta. Aytib qo'yasizmi gaplarni yaxshi ko'rsiz? Onasi men seni yaxshi ko'raman. Sendaqasi yo'q bu olamda. Muhabbating har bir nolamda. Sizda bir ikkita savol bor edi. Говори. O'zbekcha faqat. Men ruscha bilmayman. Siz bilasiz. Yuzingiz o'xshayapti o'zbek. Mayli, ruschada. Nima bo'lardi? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я Таня. Привет, Танка. Танка? И Таня. Kayfiyatlar qalay nima degan? Отлично. Mana tushunyapsiz-ku? Я так и понимаю. Tushunasiz demak. Kayfiyatlar qalay? Отлично. Hayotda eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan? Деньги? Faqat pulmi? Да. Eng katta orzungiz nima? Уехать отсюда. Уехать отсюda. Nima degani? Chetga ketish. Chet tiliga ket. Biladigan mana. O'zi hamma biladi. Bilmayman deb tursiz. Siz-chi? Turmushga chiqdan boshqa. Bilmayman. Demak siz ham tushunar ekansiz. Я не знаю. Не знаю еще. Orzungiz. Orzu. Просто чтобы родные были здоровы и все. Uydagilar yaxshi ko'rasizmi? Ha, Kimni yaxshi ko'rasiz? onam. Sevgilingiz bormi? Yo'q. Parishga есть. Нет. Parishga qiz bolaga aytiladi. Нет. Xullas biz bir-birimizni tushunmadik. Sizlarga katta rahmat. Spasibo большое. Assalomu alaykum. Bir ikkita savollar bor edi, maylimi? Mayli, kechib ketgan bo'lsangiz yurib ketamiz. Hop. Kayfiyatlar qalay? Allohga shukr, a'lo darajada. Eng katta orzungiz nima hayotda? Baxtli bo'lish. Kim bilan? Turmush o'rtog'im, farzandlarim, oilam turmushga bilan. chiqamisiz? Albatta. Yaxshi ko'rib uylanganmiz? Turmushga chiqamiz. Albatta. Sizchi? Nimani so'raysiz? Kayfiyatingiz qanday? A'lo darajada. Hayotda eng katta orzungiz? Hayotda eng katta orzum maqsadlarimga erishish. Nima maqsadingiz bor? Juda ham ko'p maqsadlarim. Turmushga chiqishdan boshqa. Nima?
ota-onamni hajga yuborish. Faqat shu. Da, Uydagilar yaxshi ko'rasizmi? albatta. Aytib qo'yasizmi kameraga? Uydagilar, oilam men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Onam meni jannatim kalitisiz, otam meni yelkamda qanotimsiz. Eng katta olgan sovg'angiz shu paytgacha. Eng katta olgan sovg'am dadajonimdan podarka. Hayotingizda eng qiziq voqeani aytib bering. Hayotimda eng qiziq voqea Sochingizga bitishib ketgan ko'zlar. yo'q, unaqa voqea bo'lmagan menda. Oxirgi marta qachon kal bo'lgandingiz? Oxirgi marta adashmasam 3 yoshimda. 3 yoshingizda kal bo'lgansiz. Ha. Ha, endi tushdi. Sizga sog'lik. Tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bir ikkita savol bor edi, mayli? Mayli, yurib ketaveramiz. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Dars bilan. Sirtda o'qiysizmi? Yo'q, qo'shni. Nimaga formada emassiz? Chunki Bitta siz qo'ydi so'ramagan. yo'q, hech kim so'ramadi. Siz so'ramadi. Ha, bu yerda forma muhim emas demak-a? O'qish muhimmi, formami? O'qish muhim. Hayotda eng katta orzungiz nima? Mo'z farzand bo'lish. Uydagilarga. Eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan shu paytgacha? Eng katta olgan sovg'am bilmadim, shu onam sovg'asi bo'lsa kerak. Nima sovg'a edi? Uzuk. Uzuk sovg'a edi. Tilla uzukmi? La. Yaxshi ko'rsangiz aytib qo'yasiz, onasi. Ha, aytaman. Uzuk uchun rahmat. Uzuk uchun rahmat aytmayman. Hayajonsiz yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Hayotda eng katta orzungiz nima? Hayotda eng katta orzum mana shu o'qishda esalamni bitirib olish. Nechchi kursiz? 3-kurs. Yana 1 yil qoldimi? Undan boshqa orzu yo'q. Yo'q, boshqa orzularim ham bor, boshqa orzu maqsadlarim ham bor. Endi ular personalda, masalan, shaxsiy. Personal nima degan? Shaxsiy degani Qaysi tilda? ingliz tilida. Ingliz tilida o'qiysiz. Ha, Yana nimalar bilasiz? ko'p narsalar bilaman. Ot nima degan? Noun. Yi? Ot ism Ot ma'nosidami? Ha. Ha. Yo'q, mina degan ot. Mina degan otmi? Ha, horse. Turmushga chiqamiz? Ha. Farzandlar? Yo'q, endi. Endi. Yaxshi ko'rib turmushga chiqamiz. Yo'q, sovchilik orqali turmush. Sovchilar orqalimi? Hozir yaxshi ko'rasizmi? Hmm. To'ydan keyin sevgi bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir qizlarga nima degan bo'lardingiz? Hozirgi qizlarga yaxshilab o'qishini bitirib olib, keyin turmushga chiqishini maslahat bergan bo'lardim. Bari qiyin bo'ladi-da, chunki O'zizga o'xshashni xohlamasdim. xohlardim. Endi sal qiynaladi-da turmushga chiqqandan keyin. Shuning uchun. Lekin baribir kimda erta, kimda kech. Ha, shunaqa. Shu paytgacha eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan? Shu paytgacha eng katta olgan sovg'ammi? Telefon bo'lgan. Kimdan? Dadamdan olganman. Uning uchun nima deyish kerak? Dadangizga Rahmat. aytib qo'ying. Rahmat, dadajon, boringizga shukr. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im. Biz Nino telekanalida tak ko'rsatuvi, o'shanga kameraga qarab 1-2-3 deyman, tak zo'r deb aytamiz, xo'pmi? Demak, 1-2-3 tak zo'r. o'xshamay qoldi. Birga aytaylik. 1-2-3 tak zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir ikkita savol bor, mayli? Assalomu alaykum. 2 daqiqa vaqtingizni olaman. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Nima bilan shug'ullanyapsiz? Ha? Nima bilan shug'ullanyapsiz? Orqaga qochmang, yo'q. Dabdriston bo'lib qoldi-da, qo'rqib ketdim. Ha. O'qiysizmi? Ona, o'qiyman. Hayotda eng katta orzungiz nima? Nasib inshaalloh yaxshi bir sohani egasi bo'lish. Turmushga chiqish orzungiz yo'qmi? Turmushga chiqish bor.
Yo, orzu emas-da u. Orzu emasmi? Orzu emas-da. Ha, eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim hayotda? Otam, onam, Boshqa yo'qmi? qarindoshlarim. Sevganingiz yo'qmi? Yo'q, Bo'lganmi? yo'q. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? Qachonlardir bo'lishi mumkin, hozir emas. Ha, yaxshi niyat qiling-da. Eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan shu paytgacha? Eng katta olgan sovg'am menimcha telefonim. Kimdan? Dadamdan o'qishga kirganim sababli telefon berganlar. Nima bu yo'nalish bo'yicha o'qiysiz? Yes. Nima degani u? Filologiya va Nomi? tillarni o'qitish ingliz tili. Ingliz tili bo'yicha o'qiysiz. Ha, ingliz tilida biror narsa deng. How are you? How are you? Havo yo'q deydimi? Havo yetishmayaptimi shundoq katta shaharda? Qarang, hozir ingliz tilida tak eng zo'r ko'rsatuv deb aytib bera olasizmi? Tak is the best famous nima desam ekan? Project. Ko'rsatuv. Project. O'sha aytib qo'ying endi kamera. Nima edi nomi? Tak is the most famous project. Nima dedingiz? Tak is Tak eng zo'r ko'rsatuv. Ingliz tilini yaxshi ko'rasizmi, ona tilini? A few moments later, Albatta ona tilini, o'zimiz tilimiz bo'lgani uchun ona tili. Endi 2000 years later. hobbi deydimi? Shunday jihatdan qaraydigan bo'lsak ingliz tili. Idealingizdagi turmush o'rtoq qanday? Idealimdagi turmush o'rtoq One eternity later. shu har tomonlama mendan ilm, dunyoviy ilm bo'yicha ham, diniy ilm bo'yicha ham ancha mendan yuqori turadigan. Bo'y uzun bo'lish kerak. Bilmasam endi. Yaxshimi bo'y uzun bo'lsa? Endi Alloh peshonaga yozgani. Yo, o'ziz Bo'y bo'yicha. uzunmi? Bo'y uzun. Xo'p, charchamang, rahmat sizga. Hozir eshitib qoldim futbol bo'yicha. Siz qaysi komanda? Real Madrid. Real Madrid. Real Madridmi? Hala Madrid. Hala Madrid. Sizda-chi? Real Madrid. Hala Madrid. Hala Madrid. Sizda? Real Madrid. Real Madrid. Hala Madrid. Birga aytamiz, общий. Hala Madrid. 1, 2, 3. Hala Madrid. 1, 2, 3. Endi savol javob qilamiz. Kayfiyatlar qiling. Yaxshi. Nimalar bilan shug'ullanayapsiz bu yerda? Futbol. O'qishmi? Futbol. Shu o'qib. Nima yo'nalish bo'yicha o'qiysiz? Iqtisod. Iqtisod. Uydagilar o'qishga jo'natgan futbolgami? O'qishga darsim yo'q o'zi. Nega futbol? Sizchi bir Bizda ham shu o'qishlar hammasi yaxshi nima ketyapti. yo'nalish bo'yicha? Iqtisod fakultet, soliq tartib yo'nalishi. Sizda-chi aka? Shu iqtisod fakulteti soliq. Birga yashamaysizlarmi? Yashang, birga o'qiymiz. Birga o'qiysizlar, ha? Darsda eng ko'p kim uxlab qoladi? Sag'dur. Qaranglar, qo'l bilan ko'rsatamiz, xo'pmi? Kim ko'p qizlar bilan gaplashadi? Demak siz eng aqlli, odobli bola o'qituvchilar uchun. Faqat siz. O'zi hayotda ham shundaymi? Sal. Sal. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Bola chaqa. Bolacha. Avvalo. Yaxshi ko'rganingiz bormi? Boring. Ismi nima? Sayyora. Sayyora? Aytib qo'ying aka, kameraga. Ha, aytolmaysizmi? Ayting. Mana 3 kishi aytyapmiz. Ayting. Ayting endi qistiramiz. Uylanmoqchimisiz? Ha. Uydagilar bilanmi? Biladi. Baxtli bo'ling. Xo'p, sizda-chi aka bormi? Yo'q. Qachon bo'ladimi? Bo'lsa kerak, peshonaga bitilganda endi. Uylanmoqchimisiz o'zi? O'zi shu paytgacha bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Umuman? Yo'q. Sizda-chi aka? Bor. Bormi? Ha, bor. Aytingchi aka. Ismi Sevinch. Sevinch, aytib qo'yasizmi? Yo'q. Nimaga? Yurakdami, ishdami? Ishda faqat yurakdan. Qaranglar, tak ko'rsatuvi Denovda yangi ko'rsatuv. O'shanga hozir Hala Madrid degan bo'lsa, endi tak zo'r deb bitta aytib qo'yaylik. 1, 2, 3. Tak zo'r. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bir ikkita savollar bor edi, mayli? Bizga savol bering. Nimaga? Oddiy savol. Kayfiyatlar qiling. Yaxshi zo'r. Hayotda eng katta orzungiz nima? Baxtli katta orzu. bo'lish. Kim bilan? Qizim bilan desamda, oilam bilan. Eng katta olgan sovg'angiz nima shu paytgacha?
shu paytgacha o'zim uchun desam kitob. Faqat. Ha, Bundan yaxshi kattasi ko'raman. yo'qmi? Yo'q, hali. Ha. E, Nima sovg'a kutyapsiz? Endi o'chirib ham tursangiz bo'ladimi? Keyin oxirida o'chiramiz. Keyin aytib beramiz. Nima sovg'a sovg'a kutyapman? kutyapsiz, ha? Man Tug'ilganingiz qachon? oktyabrda. Shunga nima sovg'a kutyapsiz? Germaniyaga chipta desam. Sayohat. Ha, nasib. Yana nimalarga qiziqasiz sayohatdan boshqa? Ana, bilmasam. Turishga chiqansiz? Ha, oilam. Yaxshi ko'rib turishga chiqamisiz? Hozir aytib qo'yasizmi kameraga yaxshi ko'rishni? Nima deb yaxshi ko'raman. Ya, yaxshi ko'raman dedi. Er xo'jayinim dedi. Aytingmi, kimmisizlar? Ya, yo'q, qarang o'zi bu nimaga chiqib ketsa bo'lmaydi. Shaxi chiqmaydi, faqat Ha? telekanal uchun. Hosh. Shaxi chiqmaydi, shu ko'rmaydimi? Yo'q, Sekin. sizni yaxshi ko'raman. jufti halolim mening jufti halolim bu yurakkinamga o'zing madorim. Denov telekanalida tak-tak ko'rsatuvi. Ha. O'shanga kameraga qarab tak-tak zo'r deb aytib qo'ysangiz, birga aytamiz, xo'pmi? 1, 2, 3. Tak-tak. Qolib ketdim. 1, 2, 3. Tak-tak zo'r. Rahmat sizga, shartsamang. Aziz tomoshabinlar, Termiz davlat universitetiga bo'lgan bugungi sayohatimiz aynan mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Doimo o'zingizni ehtiyot qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Eng zo'rlari hali oldinda. Tak-tak eng zo'ri. Seni ko'rsam quvonaman tak